O'rta, soqqa topishni zo'r yo'lini topdim. Qanaqa yo'l ekan? Menga ham o'rgat. Boshiga ozgina soqqa kerak. Keyin shoh millioner bo'lib ketamiz. Yo'q, zo'r-ku. Ertaga oyligim olaman. Kech payt sen bilan ko'rishamiz. Ziyodulla, bolam, tura qolmaysanmi? Nosir o'rtog'ing kelgandi. Ishinglar bor ekan, chaqiryapti. Bo'ldi onam, qochish qolma. O'rta, ertalabdan kelishimdan maqsad kechagi tema nima bo'ldi? Hal qilib qo'yasanmi? Bugun kechga men o'xshaydi. O'zi nima ish qilmoqchimiz? Yaxshi prognozlar bor. Ana o'shanga pul tikamiz. Sen kechki pulni hal qil, qolganini menga qo'yib ber. O'rtoq, ana $1000. Nima qilamiz endi? Stavka qilamiz endi. Mana. Jackpot 20 ming. Ketdi yechamiz. Millioner bo'lib ketamiz bo'lmadim. Bu hali boshlanishi. Давай kezamiz ko'chalarni va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni. Onamni tillalarini Lombardga qo'yib 500 topdim. Mana 500 bor. Xotiroma o'rta, vassana yutib olamiz. O'rta, 500 ga ham oqdi. Voy, nima deganing bu? Qanaqa qilib onamni tillalarini vassanavit qilaman? Xotiroma, nimadir qilarmiz. O'rtoq nimadir qilmasa bo'lmaydi. Yo'q. Voy xudoy. Tushmagan. Ertalabdan kelishimdan maqsad kechagi tema nima bo'ldi? Hal qilib qo'yasanmi? O'rtoq, bu ish menga to'g'ri kelmadi. Halol ishimdan qo'ymasin. Senga maslahatim bu yo'ldan qayt. Uzr o'rtoq, ishga kech qoldim. Sen qoluvding, menga aql o'rgatmagan.